Joanna Ketling Rowling. Garri Potter va maxfiy xona. Hurmatli kitobxonlar, Garri Potter romanlar turkumi ona tilimizga tarjima qilishdan maqsad sehr, jodu yoki afsungarlikni targ'ib qilish emas, aksincha yoshlarni yaxshilikka, adolatga, haqiqatga, mehr-muhabbatga bo'lgan ishonchini yanada mustahkamlashdir. Sizlar Garri Potter romanlar turkumi Garri Potter va maxfiy xona deb nomlanuvchi ushbu qismda xolasining uyida ulg'aygan 11 yoshli yetim bola Garri Potter aslida sehrgar ekanini o'zi bilmagani, boyqush pochtasi orqali uning nomiga yo'llangan xat hayotini tubdan o'zgartirib yuborgani, Hogwarts sehrgarlik va afsungarlik san'ati maktabida misli ko'rilmagan voqealarni boshidan kechirgani, dunyodagi eng yovuz sehrgar bilan yuzma-yuz kelgani, do'stlari Ron va Hermione bilan birga falsafiy tosh sirini fosh etganidan asarning birinchi qismini o'qib xabar topdingiz. Yozgi ta'til zerikarli kunlari o'tib, Garri Potter yana Hogwartsga qaytdi. Asarning ikkinchi qismini o'qir ekansiz, mashinalar uchadigan, daraxtlar urishadigan, o'rgimchaklar gapiradigan, xatlar qichqiradigan ushbu o'quv yilida ro'y bergan ko'plab tashvishli voqealarga guvoh bo'lasiz. Garrini ta'qib qilib yurgan uy elfining asl maqsadini, nima uchun ilonzabon boladan ham yuz o'girishini bilib olasiz. Maktabni yopib qo'yishmasligi uchun asarning bosh qahramoni o'z sadoqatli do'stlari bilan birga bir zamonlar ochilgan maxfiy xona siri bilan tanishasiz. Garri bilan yolg'iz qolib, yovuz Lord Voldemort bilan yana jang qilasiz.